Tezroq biror bir chora ko'rilmasa, qadimgi mashhur fir'avnlardan biri Ramzes ikkinchining butun tanasi chirib yo'q bo'lib ketishini tushunishadi va uni restavratsiya qilish uchun Fransiyaga yuborishga qaror qilishadi. 1974-yil 26-sentyabr kuni Qohiradan Parijga Ramzes ikkining jasadi jo'natilishi kerak edi. Lekin jo'nab ketishdan avval bir g'alati muammo paydo bo'ladi. Misr qonuniga ko'ra, mamlakatni tark etayotgan har qanday insonning hujjat, ya'ni pasporti bo'lishi kerak edi. Agarki u vafot etgan bo'lsa ham. Va tasavvur qiling, Misr hukumatı 3000 yil avval vafot etgan fir'avn uchun pasport tayyorlaydi. Aytilishicha, unda Ramzes ikkinchining rasmi sifatida mumyolangan jasadning surati ishlatilgan. Tug'ilgan sanasi miloddan avvalgi taxminiy 1303-yil deb ko'rsatilgan. Ba'zi manbalarda hatto qo'shimcha tarzda kasbi vafot etgan qirol deb yozilgani ham aytiladi. To'g'ri, pasport berilgani qiziqarli jarayon, lekin Parij aeroportida tarixdagi eng absurd voqealardan biri sodir bo'ladi. Samolyot qo'nadi. Fransuzlar Ramzes ikkinchini oddiy eksponat emas, davlat rahbaridek qarshi olishgan. Hattoki ba'zi manbalarda unga harbiy hurmat ko'rsatilgani haqida ham ma'lumotlar bor. Tasavvur qilyapsizmi? Bir paytlar millionlab qullarni qiynagan, ularga buyruq bergan fir'avn bugun, ya'ni oradan 3000 yil o'tib, hozirgi zamonda samolyotda boshqa bir davlatga uchyapti. Yana yonida pasport bilan. Xo'p, uni pasportini tekshirgan aeroport xodimi yahudiy bo'lgan bo'lsa-chi? Attention travelers and employees. Federal law requires wearing a mask at all times while at the airport. Hammasi albatta hazil. Pasport ham oddiy bizni pasportga o'xshamagan bo'lishi, ko'proq rasmiy hujjatlardek, xuddi ma'lumotnomaga o'xshagan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Ramzes ikkinchini rasman pasporti bor. O'zi shu fir'avn shukr qilsin. Uni yaxshi ham 20-asrda olib kelishibdi Yevropaga. Agar 17-asrda olib borishganda, Yevropaliklar uni yevorgan bo'lisharmidi? Hozir tushuntiraman. Hammasi 11-asrda boshlangan. O'sha paytlarda musulmon diyorlarida tabobat anchayin rivojlangan edi. Ko'plab olimlar, jumladan Ibn Sino ham Tib qonunlari kitobida shilajit inson salomatligi uchun juda ham foydali ekanligi haqida yozgan. Ma'lumot uchun shilajit sanskrit tilida tog' smolasi, qoyaning qoni, toshdan chiqqan quyuq modda degan ma'noni anglatadi. U millionlab yillar davomida o'simliklar, mikroorganizmlar, organik moddalar tog' jinslarining orasida siqilib, parchalanib, yuqori bosim va issiq harorat ostida paydo bo'ladi. Ko'rinishi xuddi neftni eslatadi, ya'ni qora quyuq modda. Bu unsur fors, turk, arab